Ha, aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Azimjon oldiga keldim. Azimjon, kimi bo'lasiz? Adasi? Xavotir olmang, o'g'lingiz ahvoli yaxshi. Daraxtdan yiqilib tushgan ekan, oyog'i sinibdi. Gipslab qo'ydi, 10-15 minutda javob bera olamiz. Rahmat doktor, baraka topinglar. Rahmat menga emas, ana odamga yetasiz. U odam vohmasidan bolani otasi deb o'ylanma. Charchamayli. Ozodbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Azimjonni olib kelibsiz. Baraka toping. Rahmat kattakon. Yana rahmat, biz qo'shnimiz-ku. Ha, Ozodbek, qalaysiz? Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Bitta odamga 12 million so'm berarim bor edi. Aha. Shu sizda bo'lsa berib tursangiz, pulim kelishi bilan olib chiqib beraman sizga. O'zicha xit qilib olishdi. Qarz so'ruvi. Qari qarasa qarindoshlar, sinfdoshlar, mana endi qo'shnilar. Mana hamma pulim оборотda yotadi. Sadaqa beradigan ahvolda emasman. Men sadaqa so'ramayapman. Qarz so'rayapman, odamdan yaxshilik qoladi-yu. Qo'ying o'sha yaxshilik qolmasa, yaxshilik qoladigan zamondan o'tib ketdik. Hozir manfaat ustiga qurilgan zamondamiz. Siz kimgadir nimadir qilib berasiz, keyin u sizga nimadir qilib beradi. Ha? O'shaning uchun harakatingizni qiling. Charchamang. Men charchadim. Chiqinglar. Xo'p. Ana kuni so'ragan pulingizni hozir uyga borib, uyingizga olib chiqib beraman, xo'p? Ya, u pulni o'ylamang, boshqa yoqdan olib olib bordim. Xalqi bo'ldim. Jangga keladigan bo'lsak, odamdan yaxshilik qoladi-yu. Tezroq tuzalib ketsin. Mayli, chiqinglar o'tiradigan bo'lib.